Kichik zerekchaq intayin qobiliyatli bo'lib, xatarlik joylardami bahuzur o'ynab yuralaydi. Ular turmush kechirishga mohir. Suv kagich to'g'an tutib, ochliq jug'lab, osh qilishning oldini oladi. Ular mehribon onalar. Jafo mushaqqat ichida bolalarini yolg'iz boqadi. Ular bolalarga homiylik qilishga mohir, ham chaqqan teni bilan jonni oladigan zaharlik chayonga taqobil tura oladi. G'ingzi yilning 5ida tiyinlar dunyosidagi qahramonlar bilan tanishib chiqaydi. Odam va tabiat programmamizda qahramon zerakchoq diqqatinglarda bo'ladi. Qattiq yomg'irda bir yil tatgan jafo mushaqqat birdan yo'q chiqadi. Çoğu küçük hayvanlarning issiqlik miqdorining xo'rishi çoğu cho'ng hayvonlarga qaraganda texmi tez bo'ladi. Ular agar terisi va mo'yini ehtiyot bilan asirmasa, sovuq o'tib ketib, jenidan ayriladi. Necha oylik pishg'irim issiqda Arizona shtatining tuproqi qaqlinib, toshdek qetib ketgachga yomg'ir suvi tuproqqa singib kirolmay, tog' bag'rini bo'ylab, yig'ilib, o'rkashlab oqidi. Shimoldagi o'rmonliqda qahr tanqish kelayli deb qoldi. Muz tutib ketsalar, dup yanqini zapas saqlamagan chipar tiyin bir haftaga bardoshlik berolmaydi. Kun bag'ansir qisqarib ketdi. O'g'irlangan yemekliklarning o'rnini og'dak narsa tepish uchun bir noma'lum doiraga bosib kirishga majbur bo'ldi. Yemeklikning jalb qilish kuchiga taqobil turmoq tas.
Lekin bu yerda bir savirchan ovchi bor. O Amerika mushuk yapiliqi. Uning jo'g'i Chipartiyinning 20 necha hassizchilik keladi. Chipartiyin balkim bu balo qazodan qechib qutula olishi mumkin. Lekin uning zapas yemeklik ombari yanada quruq. G'arbiy qismdagi o'rmonliqda tushdagi havo ajoyib isib ketgan bo'lib, yomg'irning taptidan asarmi qolmagan edi. Chashqonlarning yer osti uvsida temperatura eng yuqori bo'lib 60 gradusga yetdi. Keçid harakat qiladigan chashqon turdikilarni qumliqda kunduzi mangu uchratqili bo'lmaydi. Lekin bundan boshqa ular o'zidan xilli ishroqlab ketgan bo'lib, charchab holidan ketgan edi. Kunduzdagi qumliq go'yo haqiqiy yura bog'chisiga o'xshaydi. Yuqori temperaturada ba'zi cho'ng baxtliqlar uyg'onadi. Yer beg'irlovchi hayvonlarning ziminimi havo bo'shlig'idagi tahdidga uchraydi. O bosimi Harris burkuti.
Bürkütningidek ötkür közleri degan söz bekor aytilmagan. Aytishlar qaraganda, uning ko'rish quvvati insonlarninkining 8 yassiga teng keladigan. Ular to'plashib o'laydigan birdan bir yirtqush qush. Bunda qushlar bilan kuch va aqlni teng kelish o'ng'ay emas. Ularning yalang uzun putlari ko'ngildagidek quroli bo'lib, xili jiroq yerlarga yetkazib chashqonlarni tuta oladi. Mushundaq aqlli ovchilarmi yuqori temperaturadan iborat bu qiyin masalani hal qila olmaydi. Çeket korçaşqandan başqa amali bo'lmag'achqa qorong'u tushguncha chidab turdi. Ormanlıqda hava soğuşqı başlap, bu kiçik canavarlarning yaşışığa tehdit ip geldi. Ularning kichikkin teni soğuqqa bardoshlik berenmeydi. Hazır bu partiyin hayat kelish uchun amal qilib o'g'irlab ketilgan ozuqlarni tepib qaytarib kelish kerak. O o'g'irning uvisini topgan bo'lsa-mu, tutilib qoldi. Kaçış gerek mi yoki ilishish gerek mi? O ilishishni tanladi.
Chipartiyin qalbi qildi. Hamda o o'g'irlab ketilgan dub yanoqlarini qaytirib ketadi. O'g'il bo'lsa yarlangan tenini yalab atadi. Chipartiyin oxiri o'zining zapas ozuqini qaytirib oldi. Lekin ulgurmagili tasla qolgan edi. Sovuq qish oxir keldi. Haliga Chipartiyin tayyorligini bitirib bo'lgan edi. Qumluqda kun bitib otdi. Әмдікі вақытта чекетті қорчашқан әркен әркет қыла алайды. Әгер арлық еқін болсыла, езіп қалған чекетті қорчашқан уысы қайтыдыған yolunu пұрап тапа алайды. Cheketki qo'rchashgan tanlash qiyin bo'lgan payt oxiri yetib keldi. Xotirjam yashash kerakmi yoki mustaqil yuzlanish kerakmi? Keyinkisi hamon xatarlik. Lekin turmush hamon xirisqi to'lgan. Bu zərli g'alati maqsudlar bilan ilishishdan derak berdi. U o'zini qo'llash uchun ko'zini yumdi. Biroq u burda orqali hammani sezalaydi. Seni o'ltiralganlar seni texim kuchlantirdi deydigan gap bor. Hayotlik endi boshlanganda ani chashqan ular uchun yetarli tayyorlik ko'rib qo'ygan. Biroq ular cho'qim o'zlarining tajribasiga tayinib o'sib yetilishi kerak.
Ular ahire illiq ailesinden ayrılıp bu kumluqni yalğız kezmekçi oldu. İnsanlar seliştirganda mikro canlıqlar adamni hayran qoldirgudek sürat bilan tez o'sib yetiladi. Ular qisqagina hayotini ajoyib ahamiyatli o'tkazadi. Güçlük soğuk iklim mötedil belvaq ormanlıqını qapladı. Bundaq çağda çoğ hayvanlar intayin təs əhvalda qalıdı. Spartiyinga xotirjam aram aladigan fursat keldi. U endi 6 oylik qishliq o'chakka kirib ketadi. Agar qo'sqa assa, qisqa vaqt uyg'unib saqlab qo'ygan turp yong'ini yeydi. Bu kichik jonivorlarning doim nachar ahvolda qilishi notayin. Kuchliklar yashaydigan bu zaminda qahramon degan nom jug'ning cho'ng kichik bo'lishi bilan belgilanmaydi.